aniqlangandan so'ng uni bu olib uyining bir chekka burchagiga yashirib qo'yadi. Bu judayam tushkun ahvolga tushadi, chunki u yagona nabirasini o'z qo'llari bilan vaboga yo'liqtiradi. 5 kundan so'ng Anjelina vafot etadi. Buvi uni hayotga qaytarishning ko'plab usullarini qiladi, lekin bularning barchasi foydasiz edi. Judayam xafa bo'lgan buvi o'zini noxush tutadi va boshqacha harakatlar qila boshlaydi. Bir necha kundan so'ng o'sha sotuvchi yana o'sha uyga keladi. Chunki uning mashinasi buzilgan edi, unga panoh so'rash uchun bir uy topadi. U eshikni ochishi bilan dahshatli bir yuzni ko'radi. U Granny edi. Bu uning boshiga o'z to'qmog'i bilan qattiq urib xushsizlantiradi. Bu uyda anchadan beri yashar edi. Hech qayerga chiqmas edi, faqat xom go'sht yegani sababli ko'zi ko'r bo'lib qolgan edi. Lekin uning eshitish qobiliyati